Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Real transferlari taqdiri Viniga bog'liq. Real yozgi transfer rejalarini Vinicius Juniorning shartnomasi bilan bog'liq vaziyatni hisobga olgan holda shakllantirmoqda. Oq diar ma'lumotlarga ko'ra, agar braziliyalikning shartnomasi uzaytirilsa, klub mavsum oralig'idagi yirik transferlardan voz kechishi kerak bo'ladi. Vinicius Madridda qolish niyatida ekanligi va uning vakillari yaqin kelajakda qaymoq rangliklar rahbariyati bilan muzokaralarni qayta boshlashni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgan. Klub hali ham hujumchini uzoq muddatli loyihada asosiy o'yinchi sifatida ko'rmoqda, biroq Real muqobil ssenariyni ham ko'rib chiqmoqda. Agar uning amaldagi bitimi tugagunga qadar uni uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishilmasa, ular 2027-yilda tekinga yo'qotmaslik uchun futbolchini sotishni ko'rib chiqishga tayyor. Manbalar Viniciusga o'rinbosar sifatida Erling Haaland va Nico Williamsni tilga oldi. Van Dijk, Saloh va Liverpoolning boshqa yetakchi futbolchilari Arne Slotning iste'foga chiqarilishini istashmoqda. Liverpool sardori Virgil van Dijk va qizillarning boshqa bir qator yetakchi o'yinchilari jamoa bosh murabbiyi Arne Slot bilan munosabatlari murakkab ekanini aytgan Muhammad Saloh tomoniga o'tishdi. Futbolchilar niderlandiyalik mutaxassisning ishdan bo'shatilishini istashmoqda deb xabar beradi britaniyalik jurnalist James Watland o'zining X ijtimoiy tarmoqda. Avvalroq Saloh Slotni jumladan hurmatsizlikda ayblagandi. Arne Slot Liverpoolni 2024-yil yozda qabul qilib olgan, uning rahbarligi ostida qizillar 2024-2025-yilgi mavsumda Angliya chempionatida g'olib chiqishgandi. Arsenal Realdan Juventus yulduzini tortib olmoqchi. Arsenal Juventus vingeri Kenan Yildiz transferi ustida ishlamoqda. London klubi futbolchining atrofidagilar bilan alohida bo'lib, uning qancha maosh kutayotganini bevosita o'rganmoqda. Qayd etilishicha, Yildiz 6 million yevrodan 7 million yevrogacha maosh olmoqchi. Aynan shu tufayli Juventus Wenger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmayapti. Transfer Market portali futbolchining narxini 75 million yevroga baholamoqda. Shuningdek, futbolchiga Real ham qiziqish bildirmoqda. O'zbekistonlik futbolchi: "Mening maqsadim terma jamoaga chaqirilish emas, Spartak jamoasiga o'tish." Belarus chempionatida ishtirok etuvchi Naftan klubi a'zosi Ruslan Ro'ziyev O'zbekiston terma jamoasiga qaraganda Moskvaning Spartak jamoasida o'ynashni afzal ko'rishini ma'lum qildi. Belarus chempionatida yaxshi natijalar ko'rsatyapsiz. Siz O'zbekiston U19 va U21 jamoalarida o'ynagansiz. Sizni katta terma jamoaga chaqirishlari mumkinmi? Bilmayman, ko'ramiz. Belarusda qolamanmi yoki boshqa davlatga ketamanmi, hammasi takliflarga bog'liq. Yilni yaxshi yakunladim, gollar urdim. Futbolchi sifatida o'sganman deb o'ylayman. O'zbekiston terma jamoasidan chaqiruv olishni xohlaysizmi? Terma jamoaga kirish mening maqsadim emas, albatta chaqirishsa albatta yoqimli bo'ladi, lekin chaqirishadimi bilmayman. Men ancha vaqt oldin ketganman. O'zbekistonda men haqimda anchadan beri hech kim eshitmagan. Mening asosiy maqsadim Moskvaning Spartak jamoasiga o'tish. Shu bilan birga, agar terma jamoadan chaqiruv bo'lsa, albatta xursand bo'laman, dedi Wenger. Ma'lumot uchun, Ro'ziyev O'zbekistonning turli yosh toifasidagi terma jamoalari safida o'ynagan. U joriy mavsumda 28 ta uchrashuvda ishtirok etib, 8 ta gol urgan. Real Madrid Zidanni yana qaytarmoqchi. Real Madrid so'nggi uchrashuvlarda qoniqarsiz natijalarni ko'rsatmoqda. Klub bosh murabbiyi Xabi Alonso iste'foga chiqarilishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgan. Ispaniyalik jurnalist Pepe Alvaresning ma'lum qilishicha, Zinedin Zidan yana qaymoq rangliklarni boshqarishi mumkin. Shuningdek, klub rahbariyati unga Real bilan bir qatorda Fransiya terma jamoasini ham bir vaqtning o'zida boshqarish uchun to'liq vakolatlar berishga tayyor. AS nashrining yozishicha, agar jamoa Chempionlar Ligasi doirasidagi navbatdagi o'yinda Manchester Cityga mag'lub bo'lsa, Alonso ishdan bo'shatiladi. Ma'lumot uchun, madridliklar so'nggi turda Celtaga 2-0 hisobda yutqazdi va La Liga turnir jadvalida peshqadam Barselonadan 4 ochko ortda qolgan holda 2-o'rinda bormoqda. Tilingni tiyib yur, Saloh. Liverpool yetakchisi Muhammad Saloh ketma-ket 3 ta uchrashuvda tarkibga kiritilmaganidan keyin bosh murabbiy Arne Slot siyosatini ochiqchasiga ommaviy tanqid qilgandi. Ayni paytda mutaxassislar chempion jamoa atrofidagi vaziyatga o'z munosabatlarini bildirmoqda. Xususan, Liverpool sobiq futbolchisi Michael Owen ham bu borada o'z qarashlarini ma'lum qildi. "Oh, Muhammad, sening his-tuyg'ularingni tasavvur qila olaman. Sen bu jamoani uzoq yillar davomida yelkangda ko'tarib kelding va imkoni bor barcha yutuqlarni qo'lga kiritding. Ammo futbol jamoaviy o'yin va sen aytgan gaplarni ommaga olib chiqib bo'lmaydi. Bir haftadan so'ng sen Afrika kubogiga ketasan. Balki tilni tiyib terma jamoang uchun zavq bilan o'ynab kelib, keyin vaziyatga baho bersang bo'lardi, dedi Michael Owen.
Futbol agenti Ronaldoning Chelsiga amalga oshmay qolgan transferi haqida gapirdi. Sobiq futbolchi agent sifatida ishlagan Barry Silkman portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo o'z vaqtida Chelsiga o'tishi mumkinligi haqida esladi. Bu voqea Ronaldoning 2003-yilda Manchester Unitedga o'tishdan avval sodir bo'lgan. Men Ronaldoning agenti Jorge Mendes bilan kelishib olgandim, ammo Chelsea yo'q dedi. Ronaldoning narxi 3,5 million yevro edi va bu summadan oshgan barcha mablag' klub bilan 50-50 bo'linardi. Cristiano mavsum oldi tayyorgarlikda Manchester Unitedga qarshi o'ynadi, ularni tor-mor qildi va ular 11,5 million to'lashdi. Mendes cho'ntagiga 4 million solgan bo'lishi kerak. Men shokka tushganman, dedi Silkman The Telegraph nashriga. Hozirda Portugaliya terma jamoasining 40 yoshli yulduzi Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida to'p surmoqda. Abduqodir Husanov Realga o'tadimi? Real Madrid tarkibida juda ko'p himoyachilar jarohat olmoqda. Ayni paytda orqa chiziqda harakat qiladigan Eder Militao, David Alaba, Alexander Arnold, Ferland Mendy, Dani Carvajal va Dean Howson maydonga tusha olgani yo'q. Shuningdek, kecha bo'lib o'tgan Celtaga qarshi o'yinda Fran Garcia hamda Alvaro Carreras qizil kartochka oldi. Bu ikki futbolchi keyingi uchrashuvlarni o'tkazib yuborishi kutilmoqda. Xabi Alonso jamoasiga sog'lom va barqaror harakat qilib beradigan himoyachi kerakligi mutaxassislar tomonidan ta'kidlanmoqda. O'zbek ommaviy axborot vositalarida esa Manchester Cityda to'p tepayotgan Abduqodir Husanov qirollik klubiga o'tsa, ularning muammosini yopib berishi mumkinligini yozishmoqda. Husanov shaharliklar safida zaxira o'yinchisiga aylandi. U joriy mavsumda APLning 4 ta bahsda ishtirok etib, 228 daqiqa maydonda bo'ldi xolos. Chempionlar Ligasida esa unga Guardiola 2 uchrashuvda 155 daqiqa o'ynash imkonini berdi. Ispaniyalik mutaxassis Abduqodirni faqat o't o'chiruvchi vazifasida ishlatmoqda. Ya'ni himoyada kimdir jarohat olsa yoki kimdirning o'yini chiqmay qolganda o'zbekistonlik futbolchiga ishonch bildiradi. Husanovning asosiy tarkibga kirmasligining asosiy sababi sifatida esa u hujumni yaxshi qo'llab-quvvatlamasligini ko'rsatilmoqda. Masalan, ayni paytda o'ng qanot himoyasida o'ynab turgan Mateusz Nunes bu mavsumda chempionat doirasida 13 bellashuvda 1 gol va 3 assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Nunes himoyada ishonchsizroq hamda juda ko'p marotaba raqiblardan aldanadi, biroq Guardiola aynan uning xizmatlaridan foydalanishiga asosiy sabab portugaliyalik doimiy ravishda hujumda ishtirok etadi. Shu bilan birga markaziy himoyachilar Ruben Dias va Guardiola haqida ham shunday deyish mumkin. Endi esa Abduqodirning Realga transferiga o'tsak, klub haqiqatan AK45 ni o'z tarkibiga qo'shib olsa, bu katta ehtimol bilan ijara asosida bo'ladi. Tushunishimiz mumkinki, qaymoq rangliklar ham Husanovdan vaqtinchalik foydalanadi. Asta-sekin asosiy tarkib futbolchilari safga qaytsa, uning o'ynash imkoniyati pasayib ketadi. Shuningdek, Xabi Alonsoning o'yin falsafasi Husanovning kuchli yoki zaif tomonlariga qanchalik mos tushishi ham savol ostida turibdi. Shu bois uning Ispaniyaga borishi xato variant hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tgan futbolchilarimning katta qismi yanvar oyigacha safga qaytadi. Peres qishki transferlar oynasida futbolchi xarid qilishni o'ylagani yo'q, balki uning xayolida hozir Alonsoni ishdan olish varianti bordir.